Ana aka, video qilish kerak ekanda. Mana yozasiz-da. Meni tanimasa Yo'q, bu tonisi ham farqi yo'q. Hammadan ham shunaqa olibdi aka. Bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Bu nazar qadaleganda buningiz-a? Nima ish qadaladi? Hay aka. Yozib bering shuni. Nima yozib beraman? Yozaman-da. Yo'q, hozir yozish kerak ekanda. Mana yozing. Fermer nimasini yozing, xo'jaligini. Bular yechilarmi? Yo'q. Ana tutdim. Ha? Ana tutdim. Yo'q, buni ochgan yana bog'lab beradik-da bunday qilib. Bizga xalaqit beradi hozir bu. Shuni olib tashlaveraymi-da. Aslan bir qator bor-ku, oson bo'ladi. Fermer xo'jalik. Vaqt ketadi debman-da, bo'z o'ylayapman. Yo'q, haydavering, o'zim aytaman, asta haydavering. Asta haydavering. Haydavering. 1 metr bor, 1 metr. Nima deysan? Surxon Termiz. Bo'ldi bu ana. Surxon Termiz. Necha qatorni olib tashlaydi? Umid MCCdan. Har bir qator o'zi kim otveradi. Umid MCCdan. Begomuz. Oh. To'xta, bittasini oching-da xohlagan. Ana chiqdim-da buni. Sizda shuni turibman, keyin oson bo'ladi-ku. Bizlarni Begomuz qabul qilib ishlashimizga. moshinga. Qaysini oson ochiladi keyin bu. Hammasi tushadi. Begomuz qabul qilib oldim-da. Hozir buni ovoz ayirmayman. Ayirveradi-da, shunday bog'lab. Ushlab turibdi-ku bir-birini. Olib kelmaydi-ku bu. Abba tushunmayapti. Bu tushunib ketgan. Oldim, nechi qoldi, nechi tonna? Shundan. Shunaqa jon bilan qatar turibdi. 5 tonna 437 kilo. Bizlar nima qilasizlar bu? Bir kishi bo'lmaydi, qaverga. 10 kishi bo'lsa ham mayib bo'ladi. Unga ishlash nima bu? 3 tonna qachon? Hali kechmasa. 437 kilo. Mana o'zi yangi qotirilgan-ku. Giranda turibdi-ku izlari. Aka tushunmaydi. Pastga yozmang. Hey, pastga yozing bironjoy. Ruchka nima bo'ldi-da? To'xtatib kesam o'zim o'yim. U kelgan bilan ham nagruzkada. O'zim chiqyapman-da, nimasi nagr? Ot. To'rt'yuz 37 kilo. 30 kilogram. Endi mashina nomerini yozing. Gaz 53 ha? Ha. Gaz 53 70. Nima arab endi u? Chappasiga. Qanday yoziladi u? Lotincha. Fe yozasiz xuddi shuni, ha. Mana bu aytaman, bu nima u? Qanday yoziladi u? Biz kirilchi o'qiyapmiz-da. Bu ham mashinadan anosini nima nomeri? Ya, harbi. 70 dan keyin. 70 Jema. 70 J ekan-da. Ha. 70 J ekan u. 159. 159 FA. Bugun chislani yozing. Bugun 2 mi 3 mi? 2. 2 bugun. Ikkinchi iyun 2025-yil.
yozayım. Endi Soatini yozayım ben. soatini ham yozing. Soat 2 soat necha bo'lsa 8 bo'ldimi? qarang soat. 20:16. 2 soat 20:16 olib keldi. İsmingiz yozing. Ism, familiya, Fermer отчество va podpis qo'ying. rahbari Kerimov Yetmezovich. Canın sağ olsun. Podpisi. Olimlar desa o'rganlar. O'rganlik olinmaydi. Kimdi bu? Aka, shunda ushlab turing. Ha? Shuni video turing. So'rayapsanmi? Berdim. Mana qataran. Nechgacha qoldi? Kelaman. Skilaligim, mana o'tuna yengil qilib salom. Nima bittaga qotdi? Shtasi biraz. Sovrandimi bu? Ha. Yuqori odammi? Yosh o'rtoq. Tamam. Ya sizlar taylab endi kirdim. İsmail'lerden olsa mı? Maalesef. Söylab ketdi. Qaysi bir. Kimib dedi ya. Xohlagan xaltalaringizni ochinglar. Ey, Ochib nima qiladi? Ramazan aka deydi. Otasi Ramazan. Yuqori obram. Yuqori mi ular? O boyagi garajga maqanagan bo'luvdi. Yuqori obramlar. Bitta xaltani ochinglar mana bu. Nimaga? Tiq nazar bo'ldi oxirida. Namuna olamiz-da. Qishloq xo'jaligiga topshirish kerak. Bu xalta hammasi taqilib, biri quriyot, biri shilqillayapti. Yo'q. Farqi yo'q, o'zlari xohlaganlaringizni ochinglar. Bittasi ularga ochib o'tirmadi shappa. Shular Tolib qoldi. Yo'qotdim. Qo'lim tolib qoldi. Yo'qotdim, uni ochib. bittasini ochinglar. Hozir. Tiz bak. Nima degan to'g'ri? Ya uyda işte qo'y qiziqadi. Otang qilsa uyda işte. Uni oling. Otang nima qilib pensiya chiqqan? Yo'qmasa bo'lmaydi. Pensiyalarda shukur. Chaqam yo'q ekan. Yerga respublika televiziyadan chiqib qolamizmi? Soling, bunday og'dan sol. Bir xaltasini uyga olib kirsa qanday bo'ladi? Yerga qanday mana yerga? O'zim bolaning pomidori ekdim. Shunday saqqizlar deyir. Ish bilan shug'ullanayapsizmi? Vurmadingmi? Vurmadik-ku. Biz Surxondaryodan olib kelaman. Surxondaryodan o'zi kelaman dedi. Men hozir 3 soatga so'ng ko'proq so'ng nimaga yetamiz qishloq xo'jaligi. Namini tekshirib nima qiladi? Shu paytgacha bilmabsiz. Sizlar borlik qishloq xo'jaligi. Bizlar Qarshi tumaniki bu? Birinchi marta qilishamiz. Dedam, yo'qlaymiz. Mana shu bitgacha ko'rsam olmadim namunalik. Olibdi hammasi. Hammasini aytib topshiramiz aka. Siz qaysi xo'jalikka topshirsangiz shundan bitta namuna bo'ladi-da. Ha. Isbotlaydi. Xuddali tekshirib, Mahsulotingizda. mahsulot tekshirib. Nima qilsangiz aka halol ishlar. Hozir o'tmaydimi? Mana shu xalta turaversa, Ha? surog'i bunday hozir ketib qolmaydi qurib. Ketib qoladi aka, ishlatish kerak buni. Qancha turadi bu? Bu qurimaslik kerak aka. Hozir bizlar masalan paxtaga shu ustiga sepib tashlaganmiz. Sepmas, kultivator bilan beraylik. Selektor qanday berasiz? Diqqat tuting aka bu yoqda. Qo'lim tolib qoldi. Jonim yo'q-da.
Nima qilay? Ushga bering. Bu qo'lingizga ushlab. Ha, ko'rdingiz-a aka? Ha. Shunday. Buni quritmaslik kerak buni. Yo'q. Bak namligida pastga tushish kerak. Ha. O'rab tashlang aka shu. Ustammi? Ha, bosing. Bu yoqdan, bu yoqdan to'ldirib o'ravering. Yuluv olmasin-da. Bo'l. Yopishib qoldi. Bular Bo'l, bu yoqqa oqtimi. ketdi, bu ketdi. Qama. Qamabdi. Shu o'g'il qamab yursin. Yopishdi-ku bu. Ichi yo'q-da. Yo'q. Ichi ketib qoldi-da. Kerak qilamiz. Sizdan o'l suvet yoqtashaydi-ku, biz suvet bor. Ha? Suvet yonmasa, suvet buni yorqib tashayapti-ku. Ha. Sizniki nima? Suvet. Bizniki xira nima? Bu yarkida aka. Nimasi yarki? Sizlar yarqib Qo'shqasiz qo'shqasiz. Bo'l aka, yukni qabul qilib oldingiz-a? Sizdan birdan suv quyish shart emasmi? Biroz borish uchun aka. Ha? Paxta bergandan suv quyish shart emasmi sizdan birdan? Ko'milib ketish kerak-da. Kultivator bilan berasiz. Yo'q, ko'mir hozir paxtada nam yo'q-ku.